Shu payt kim qildi endi? Onasi gapir. Adasi, uyga oyim bilan odam keluvdilar. Ahmaddan hozir zakaz qilib bering. Hozir shartmas edi shu. O'zing qilsam. Bo'pti, hozir dastlabki qildirib yuboraman. Voy. Hay. Ekran sindi-ku. Shogird. Allo, assalomu alaykum. Ahmad Oltinjo'ja, Ulug'bek eshitadi. Aka 1 kilo norin, 5 ta po'st tovuq. Xo'p, 340 ming bo'ldi. 340 ming? Hozir. Voy, ishxonada ham qoldiramanmi pulimni? Aka, telefoningizni berib turing.